Wissen, Welt, kein Alter. Sie können immer beginnen, Wissen zu schaffen. Ola o'zingga shukur deyman. Keyin mana shunda bildimki, onalar doimo farzandiga yaxshilikni tilasin. Tarbiyachilarimiz kirib xonaga uxlanglar deb chiqib ketadi. Lekin men dam olishga haqqim yo'q, chunki men bu jihatga tayyorgarlik ko'rmaganman. Shuning uchun kechasi bilan tayyorgarlik ko'rib chiqdim. Bayrog'imni olib chiqish orqali men vatanimni dunyoga tanitishni xohlagan edim. Birinchi navbatda dadamga telefon qildim. Ularni kechinmalari ham, emotsiyalari ham juda ham boshqacha, juda ham ajoyib edi. Onam yig'lashdan to'xtamadi faqat. Kitob o'qiyotganimda kitob o'qimadigan kunlar bo'lgan, chunki ko'zing zrening pasayib ketadi, ko'zingda muammo bo'ladi, ko'p o'qima degan paytlari bo'lgan edi-da. Nemis tili madaniyatini ayrim bir yaxshi taraflarini oldim, yomon taraflaridan qochdim. Yurtimizda aynan mana shu men yoshimdagilar ayniqsa chet el madaniyati va chet el kiyinish madaniyatlariga ham o'tib ketishyapti. Hattoki suhbatlar davomida ham yo ruscha yo inglizcha aralashtirib gapirishadi. Shunda men o'zimga aytganman, men hech qachon bunaqa bo'lmayman. Qalb bu har bir ishimizni boshi desak ham bo'ladi. Chunki biz qalbimiz bilan sezamiz, his qilamiz. Shayx hazratlarimiz Muhammad Sodiq Muhammad Yusufni kitoblarini ham kelajakda nemis tiliga tarjima qilish niyatim bor. Assalomu alaykum barchaga. Men Ibrohim va Rayyona Andijon viloyati Andijon shahar 4-umumta'lim maktabida 10-sinfda o'qiyman va bu yil 11-sinfni qarshi olaman. Men 15-22-iyul kunlari Germaniyaning Göttingen shahrida bo'lib o'tgan xalqaro nemis tili olimpiadasida qatnashib, O'zbekiston nomidan chiqdim va birinchi o'rinni qo'lga kiritdim. Bu olimpiada 2008-yildan buyon Germaniyaning Goethe instituti tarafidan o'tkazilib kelinadi. O'zbekiston bu olimpiadaga 2012-yildan beri a'zo va bu yillar davomida haligacha O'zbekiston xalqaro nemis tili olimpiadasini tarixiga kirib ulgurmagan edi va shuning uchun ham men birinchi o'rin olishim yoki qaysidir bir faxrli o'rinni olishim shart edi va shu maqsad bilan ketdim, shu maqsadni oldimga qo'ydim, harakat qildim, ustozlarimda tahsil oldim va ota-onamning ishonchi bilan oxir-oqibat shu olimpiadada g'oliblikni qo'lga kiritdim va nemis tili olimpiadasini tarixida ham O'zbekistonning nomini sarlavhalarga yozishga sababchi bo'lganimdan xursandman va bu yo'lda menga yordam bergan barchalariga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Birinchi sinfda bizda 10 ta birinchi sinf ochilgan maktabda 8 tasida ingliz tili, 2 tasida nemis tili bo'lgan va men nemis tili sinfida o'qishni boshlaganman. U yerga tasodifiy tushganman. Keyin ota-onam tarafidan qarshilik bo'lgan, ya'ni ingliz tili sinfiga o'tkazishi payida bo'lishgan. Ikkinchi sinfligimda bu orzulariga yetishganim, ikkinchi sinfda boshqa sinfga o'tganman, ya'ni ingliz tili chet tili sifatida o'qitiladigan sinfga. Lekin baribir o'zimni o'rtoqlarim oldiga, o'zim ustozimni oldiga o'tishni xohlaganman, ya'ni o'zimni birinchi sinfdan boshlagan, birinchi sinfdan beri o'rtoq bo'lib kelgan o'rtoqlarim bilan birga o'qishni xohlab, ya'ni o'zimning sinfimga ming bir xarxasha bilan o'tganman. Keyin 4-sinfligimizda yoki 5-sinf edik, maktabimiz Pash maktabi bo'ldi. Pash bu Partnerschule der Zukunft, bu degani kelajak hamkorlikdagi maktablar va bu o'z-o'zidan to'g'ridan-to'g'ri Goethe institutiga qarashli va barcha imkoniyatlar eshigini ochib beradigan maktablar sifatida Andijon shahridagi 4 va 23 maktablar kiritilgan. Va men shu ikki maktabni 4-maktabda o'qiyman. Bundan keyin mendan katta aka-opalarimni Germaniyaga chiqib kelishganlarini, turli xil til sertifikatlarini qo'lga kiritganliklarini ko'rib, ota-onam nemis tiliga qiziqishi ortib borgan va meni nemis tili yo'nalishiga olib kirmoqchi bo'lishgan. Lekin men kichkinaligimdan ona tili va adabiyotga qiziqishim katta bo'lgan, shuning uchun men ularni xohishiga rad javobini berganman.
8-sinfligimda, lekin ular ham o'zlarini maqsadiga erishgan. 8-sinfligimdan boshlab nemis tilini o'zim uchun asosiy fan, asosiy til sifatida olganman, tanlaganman va mana 8-sinfimni aniq qilib aytadigan bo'lsak, 2-noyabridan Andijon shahridagi Berlin Zentrum nemis tili o'qitish markaziga qatnasha boshlaganman. Va bu 2,5 yil bo'ldi shu sentrda o'qiyotganimga va 10 yil bo'ldi maktabda nemis tilini boshlaganimga. Markazga borganimda birinchi Gulsanam Xudoyberdiyeva degan ustozni darsiga kirganman. Aynan nemis tiliga men majburan u yerga borgan bo'lsam, u ustozning darslaridan keyin ikkinchi darsga o'zim xohishim bilan borganman. Juda ham qiziqarli o'tardi. Maktabimda va meni Germaniyaga olib borgan ustozim ham bor, Muqaddas Kasimova. U ustozi ham mehnatlari juda ham katta va Gulsanam Xudoyberdiyeva ustozlarning ham mehnati katta, chunki qiziqmagan fanimga qiziqtira olgan. 6 oy u ustozda o'qiganman. Undan keyin va mana hozirgacha, bundan keyin ham Xudo xolasa Ozoda Muxtarova ustozda tahsil olib kelaman va bu yutug'imni juda bir katta qismi ana shu ustozga tegishli. Har bir olimpiadamdan oldin, har bir tanlovlarimdan oldin, har doim oldiga kiramanda menga beradigan duoyingizdan bering yana bitta deyman. Har doim aytadi, birinchi o'rin olsangiz, siz ham xursand, biz ham xursand. Lekin Allohim sizga xayrlisini bersin deb duo qiladi. Shu meni xotirjamlikka olib keladi. Olimpiada jarayonida ham, olimpiadadan oldin ham menda hayajon bo'lmadi. Chunki ana shu duo meni qalbimda edi. Hammasi xayrli bo'ladi. Hammasida bir xayr bor. Qanaqa o'rin olishimdan, qanaqa natijaga erishishimdan qat'iy nazar, hammasining tagida bir hikmat bor degan gaplari, qilgan duolari har doim menga turtki bo'ladi. Har bir olimpiadamda katta bir kuch bag'ishlaydi. Shuning uchun hech qachon hayajonlanmayman. Qanaqadir olimpiadam yoki tanlovim yoki imtihonim bo'lsa. Lekin shu olimpiadada g'oliblarni e'lon qiladigan kun keldi. Hayajonlanishni boshladim. Hayron bo'ldim, nimaga olimpiada davomida yoki olimpiadadan oldin menda bo'lmagan hayajon endi g'oliblikni e'lon qilayotgan paytda bo'ladi. Shunda balki o'rin bordir menga, bekorga bu hayajon meni qalbimga o'rnashib qolmagandir degan o'y bo'ldi va oxiri ana shu o'y haqiqatga aylandi. G'oliblikni kutmagandim, lekin niyat qilgandim, umid qilgandim o'rin olishligimni. Bu narsa balki menga juda ham bir katta eshiklarni ochmas, ya'ni qanaqadir universitetga qabul qilinmasman Germaniyada. Yokida katta bir shov-shuvli narsa bermas deb o'ylagan edim. Lekin shov-shuvli narsa berdi. Lekin meni asosiy maqsadim mana shu O'zbekistonning nomini olimpiada tarixiga kiritish bo'lgan. Shuning uchun juda ham qattiq tayyorgarlik ko'rgan edim. Shu maqsad cho'qqiga chiqishga sababchi bo'ldi. G'oliblarni e'lon qilayotganda 3-o'rinni Buyuk Britaniya oldi. Shunda 2-o'rinman shekilli deb o'yladimda, chunki 3-o'ringa harakatim bor edi u yerda. 2-o'rindirman deganimda 2-o'rinni Italiya oldi. Shunda umidim uzildi. Bo'ldi, italiyalik qiz olgan bo'lsa, demak men olmagandirman dedim, chunki u qiz bilan ancha gaplashgan edik, o'rtoq bo'lib qolgan edik, bir-birimizni yaxshi bilamiz, bilim taraflama ham, boshqa taraflama ham. Shuning uchun demak menda o'rin yo'qmikan deb o'yladimda. Qizni e'lon qilganda xafa bo'ldim bir tarafdan, lekin bir tarafdan xursand ham bo'ldim. O'rtog'im o'rin olganiga, yutganiga, g'alaba qozonganiga. Juda ham 3-o'rinni ham, 2-o'rinni ham olgan o'rtoqlarim eng yaqinlarida, ya'ni 3-o'rin olgan qiz xonadoshim ham bo'ldi. Juda ham xursand bo'ldim, videolarga oldim, ularni eslab yuraman deb, bayroqlarni ko'tarib ularni qo'llab-quvvatladim. Va shu narsa meni g'olibligini e'lon qilgandan keyin sahnaga chiqqunimcha va sahnadan qaytgunimcha o'z kuchida bo'ldi. Ya'ni hamma ko'rgan videodagi quvonch, qarsaklar, baqiriqlar, hammasi ana shu o'zimni hamma raqib deb topgan do'stlarim edi.
ya'ni menga qarshi bo'lgan, ya'ni qarama-qarshi olimpiadada qatnashganlar meni g'olibligimni juda ham zo'r qabul qilishdi va men shundan juda xursand bo'ldim. Birinchi o'rinni kutmagan edim, lekin e'lon qilganda ta'rifimizni aytdi, ya'ni birinchi o'rin va ta'rifni aytyapti. U qiz Germaniyani qaysidir bir universitetlarida o'qimoqchi, kelajakda germanistika sohasida o'qib, tarjimon bo'lmoqchi deganda o'sha menligimni sezdimda. Ustozimga qaradim shu zahoti. Ustozim qo'llayapti, sensan deb. O'sha yana men video olishda davom etyapman. Uni sevimli so'zi deganda men o'zim aytdim. O'zimning sevimli so'zim, ya'ni nemis tilidagi. Keyin Seele, ya'ni bu o'zbek tiliga qalb deb tarjima qilinadi. Bu so'z meni 2 yildan beri sevimli so'zim. Qalb bu har bir ishimizni boshi desak ham bo'ladi. Chunki biz qalbimiz bilan sezamiz, his qilamiz. Xoh u quvonchli bo'lsin, xoh u qayg'uli vaziyat bo'lsin, qalbimiz bilan bilamiz, qalbimiz bilan sezamiz. Va Alloh taolo ham bizga har bir narsani amaliyotda, hayotda berishdan avval qalbimizga soladi. Nimadir boshlashimizdan avval ham qalbimizda shakllanadi bu narsa. Shuning uchun qalb degan so'z juda ham yoqadi va uni sevimli so'zim sifatida o'zimga shu yoqib olganman. Uning sevimli so'zi deganda men aytdim shunda. O'zimnikini bilib, o'zimnikini sezib aytganimda, keyin u tasdiq ma'nosida ham gapini oxirigacha yetkazib qo'yish maqsadida ham o'z tarafdan ham aytildi bu so'z va shunda hamma menligimni bildi. Va oxirida ism familiyam aytilishi kerak edi, men uni kutib tura olmadim. Olimpiadada boshlanishidan oldin, ya'ni O'zbekistondaligimizda savollar kelgan va biz ularga javob berganmiz. Hammamiznikini to'plab saytga hammamizni joylagan. Shundan yozganlarimizni ozgina bitta ikkita ma'lumotlarini olib, ismimiz bilan boshlamasa, shu ma'lumotlarimiz bilan boshlab g'oliblikni e'lon qildi. Sahnaga bayrog'imizni olib chiqdim. Men orzu qilardim-da avval sportchilar yoki boshqa soha vakillari dunyo sahnalarida yurtimizni bayrog'ini baralla ko'tarishlari, O'zbekiston degan so'z dunyo sahnasida jaranglashi va ana shu baxtga musharraf bo'lgan insonlarga juda ham havasim baland edi va mana shu havas ortidan bordim. Shuning uchun bayrog'imni albatta oldim. O'rin olsam olib chiqaman sahnaga deb. Shunda bayrog'imni 2-o'rindan keyin sumkamga yana boshqatdan solib qo'ygan edim. Shuning uchun uni olib sahnaga chiqishim ozgina vaqt talab qildi. Keyin bayrog'ni olib chiqdim. Menda maqsad nima bo'lgan edi? Bayrog'imni olib chiqish orqali men vatanimni dunyoga tanitishni xohlagan edim. Bu bilan vatanitdim, Xudoga shukr. Lekin bu bilan bayrog'imni olib chiqish bilan men vatanimdan nimadir talab qilmoqchi bo'lmaganman. Shunchaki vatanimni ularga tanitmoqchi bo'lganman. Baribir farzandi uchun yoki o'quvchisi uchun hamma ham xohlaydi dunyo bo'yicha o'tkazilgan olimpiadada birinchi o'rin olishligini va mana shu orzu, mana shu niyat meni ustozlarimda ham, ota-onamda ham, o'zimda ham bo'lgan edi. Lekin ustozlarimdan biri aytgan edi, hech bo'lmaganda 2-o'rinni olib kel deyishgan edi. Va ular kutilgan natijani men qilib bera olganimdan juda ham xursandman. Ota-onamning ishonchini oqlay olganimdan ham juda ham mamnunman. Bu olimpiadani men hayotimdagi birinchi qadamdan boshlayman. Bu maktablarda har yili sentyabr-oktyabr oylarida o'tkaziladigan respublika fan olimpiadalaridan fanlari ichida nemis tilisi ham bor edi. Maktabimiz va sinfim nemis tili bo'lgani uchun men shu fandan ishtirok etdim. Shu orqali undan maktabda faxrli o'rinni olib, shahar bosqichiga o'tdim, shahardan viloyatga o'tdim. Viloyatda birinchi o'rinni qo'lga kiritganimda va hammamizni to'plaganida taqdirlash uchun ulardan bir ma'lumot oldik, ya'ni faqatgina 11-sinflarga respublika bosqichi bor ekan.
9 va 10 sinflarga yo'q ekan. Shuning uchun olimpiadaga qatnashishni men shunda to'xtatgan edim va o'zim o'qishlarim, o'zim ishlarim bilan bo'ldim. Lekin 7-fevral kuni ustozim tarafdan xat keldi, ya'ni 16-fevral Toshkentdagi Goethe institutida Xalqaro nemis tili olimpiadasi 2024 ni milliy saralash bosqichi o'tkaziladi va bunda 12 ta viloyatdan nemis tili fanida faxrli birinchi o'rinni qo'lga kiritganlar kelib saralanadi va u yerdan faqatgina bitta ishtirokchi, ya'ni birinchi o'rin olgan o'quvchi Germaniyaga borib, u yerda xalqaro final bosqichida qatnashish imkoniga ega bo'ladi degan ma'lumotlar bor edi va biz mana shu bir haftani ichida juda ham qattiq tayyorgarlik ko'rdik. Va bu yerda, ya'ni Toshkentda milliy saralash bosqichi bo'lganida Toshkentni o'zidan 60-maktabli bir bola bor edi. U bola bilan biz 2-3 oy oldin ana shu olimpiadada, ya'ni noyabr oylarida Germaniya va O'zbekiston elchixonasi tarafidan o'tkazilgan ifodali o'qish musobaqasida qatnashgan edik. U bola birinchi o'rin, men ikkinchi o'rin olgan edim o'sha paytda. Keyin olimpiadada u bolani ham ko'rib qatiksiradim. Ya'ni unda ham o'yladim, u bola mendan balandroq edi-yu, birinchi o'rin olgan edi-yu o'sha paytda. Bugun ham balki yana birinchi o'rin olar degan narsa bo'ldi menda. Xalqaro nemis tili olimpiadasini milliy saralash bosqichi fevral oyida Toshkentdagi Goethe institutida o'tkazildi va bunda 12 ta viloyatdan 10-sinflarda nemis tili fanidan faxrli birinchi o'rin olgan o'quvchilarni to'pladi. Ana shu paytda Toshkent shahrili bola ham bor edi. U Toshkentda bo'lgan, Germaniyada emas. Va bu o'quvchilardan birinchi o'rin olgan o'quvchi Germaniyaga bora olardi, faqat bitta. Shunda u boladan men hadiksiradim, qo'rqdim, chunki noyabr oyida o'tkazilgan tanlovda u bola birinchi o'rin olgan edi, men 2. Shunga boshida qo'rqdim, lekin yana ustozimni duosini esladim. Hammasi xayrli bo'ladi. Hammasida xayr bor. U yerda keyin qatnashdim, bergan vazifalarini bajardik. 4 kishilik taqdimot qildik, 4 kishi bo'lib. Va oxirida e'lon qilinganda 3-o'rin Samarqand viloyatidan bo'lgan, 2-o'rin Toshkent shahar, 1-o'rin Andijon viloyati bo'lgan edi va shu orqali Germaniyaga bora olganman, borish imkoniyatini qo'lga kiritganman. Va u yerga borganimda bizni 3 ta vazifa bilan sinadi. Birinchisi yozma darsda 2 sahifalik kechinmalarimiz yozishimiz kerak edi. Germaniyadagi hayotim birinchi mavzu. Ikkinchisi, bizni hamma workshoplarimiz, proyektlarimiz Forum Wissen degan muzeyda bo'lgan edi. Keyin ikkinchi mavzuyimiz Forum Wissendagi bilimlarim mavzusi edi. Ya'ni u yerda nimalarni boshdan kechirdik, nimalar bo'ldi, nimalarga qatnashdik, nimalarni o'rgandik, nimalarni mustahkamladik. Shular haqida nemis tili o'rganuvchi o'rtog'imizga xat yozishimiz kerak edi. 2 sahifalik va 250 ta plus 250 dan ortiq so'z tashkil topgan bo'lish kerak edi. Va mana shu xatni yozish davomida biz kreativ yondashishimiz kerak ediki, qanaqadir bezaklar bilan, dizaynlar bilan ishlashimiz kerak edi va bu olimpiada tugagandan keyin shuni hammamiz his qildik. Olimpiada bizga yuk bo'lmadi. Biz og'ir bosimda bo'lmadik. Xuddi oddiygina dars jarayonidek yoki workshop jarayonidek o'tib ketdi. Keyingi kunda bizda taqdimot bor edi, prezentatsiya va improvizatsiya. Bu 4 kishilik bo'lib qildik, chunki bu orqali bizni jurilar nafaqat til bilish darajamizni, balki qanchalik odamiyligimizni, sheriklarimizga yordam berishimizni, ularni ham o'zimizni ham qiyin vaziyatdan qanday qilib olib chiqa olishimizni, ulardan ustunman degandek harakat qilmayapmizmi yoki egoistlik qilib o'zimiz qilmayapmizmi, rollar teng taqsimlanyaptimi, shularga ham e'tibor berish maqsadida ular bizni 4 kishilik bo'lib prezentatsiya qilishimizga chorladi. Va shu prezentatsiyada men italiyalik o'rtog'im bilan birga bo'lgan edim. Qolganlari Misr va Serbiyalik qiz edi. Bular ham juda ham yaqin o'rtoqlarim bo'lib qoldi. Haligacha gaplashib turyapmiz.
Va bu olimpiadadan keyin improvizatsiyasi bo'ldi. Improvizatsiya umuman tayyorgarliklarsiz 4 kishilik yana, lekin umuman boshqa odamlar. Ya'ni oldingi guruh emas. Yana yangi bir guruhda hech narsaga tayyorgarlik ko'rmasdan mavzu beradi. O'sha zahoti hammasi tasodifiy bo'lib ketadi va bu 5 minut davom etishi kerak bo'lganida, undan oldingi prezentatsiya 10 minutlik bo'lishi kerak edi. Va bu prezentatsiyalar ham oddiy bir mavzu yuzasidan xuddi imtihonlarda qilinadigan prezentatsiyadek emas, balki qiziqarliroq va kreativniroq bo'lib, kreativni yondashib, qanaqadir teatr sahnasi qo'yib berishimiz kerak edi va bu qiziqarli bo'lishi kerak edi. Va biz shu yuzasidan tayyorgarlik ko'rdik. Ya'ni oddiy mana nimadir mavzu haqida prezentatsiya qilishadi, boshidan oxirigacha tikka turib bir joyda. Lekin bizda bunaqa bo'lmadi-da, teatr sahnasidek rol o'ynadik. Va bu orqali ham bizni ham ijodkorlik qobiliyatimizni ham tekshirishdi va barcha jihatlarda to'plagan ballarimiz hisoblanib, umumiy ball chiqarilgan. O'zi bizda maktabda ham yoki nemis tili o'qitish markazimizda ham darslar xuddi shunday guruh ishlanadi. Prezentatsiya qilmoqchi bo'lsak ham ustozlar 3 tadan ortiq o'quvchilar bilan bitta qilishimizni so'rashadi va qanaqa vazifa bajarishimizdan qat'iy nazar, agar shu narsaga mos bo'lsa, ya'ni guruh bilan ishlashga mos bo'lsa, har doim guruh bilan ishlatadi. Yakka tartibda emas, ya'ni oldimizdagilar bilan. Ularga yordam berib yoki ulardan yordam olib ishlashni men avvaldan mana 3 yildan beri o'rganib kelaman. G'oliblikdan keyin ota-onamga xabar bergim keldi, lekin unda vaziyat bo'lmadi, ham internet bilan bog'liq muammolar bor edi. U yerda ham nemis, ya'ni Germaniya radiolaridan, jurnallaridan intervyular olinganida, shuning uchun vaqtimiz ham bo'lmagan edi. Hozir aytib o'tganimdek, internet muammosi ham bor edi. 1-2 soatdan keyin biz o'zimizni lagerimizga borgandan keyin shu telegramimni ochib qarasam, gruppalardan yoki shaxsiylardan juda ham ko'p xabarlar kelgan. Chunki ustozim olgan video hammaga tarqalib bo'lgan edi. Ya'ni o'zimizni yaqinlar faqat, hali O'zbekiston emas. O'zimizni ustozlar, ota-onalar, dugonalar. Va shunda har biriga javob berishni xohladim, lekin birinchi navbatda dadamga telefon qildim. Va u yerda telefon qilsam, O'zbekistonda allaqachon qorong'i tushgan edi va ular ovqatlanib o'tirgan payt bo'lgan. Ular bilan gaplashdim, ularni hissiyotlari ham, ularni his-tuyg'ulari, ya'ni ularni kechinmalari ham, emotsiyalari ham juda ham boshqacha, juda ham ajoyib edi. Meni ham o'zlarini ham xursand qiladigan. Onam yig'lashdan to'xtamadi faqat. Rayona qizimni muvaffaqiyatini eshitganimda o'zgacha tuyg'u paydo bo'ldi. Birinchidan o'sha uydagi o'zaro tayyorgarligimiz, niyatning xolisligi meni juda ham lol qoldirdi. Albatta inson yaxshi niyat qilsa, albatta o'sha niyatga yetar ekan. Men bunga amin bo'ldim. Rayona yoshligidan juda ko'p kitobga qiziqqan. Juda ham bolaligida, 1,5-2 yoshligida o'zi endigina tili chiqqan bola o'zini she'rini aytishni boshlaganda, shunday boladagi iste'dodni otasi bilan birga ko'rib, bu qizni albatta nimagadir yo'naltirish kerak deb, shu kim kelsa ham savol beringlar, meni qizim o'zini yozgan she'ri bor, she'rini aytib beradi derdik. Shunda o'shani Rayona qiz o'zingiz yozgan she'ringizni aytib bering desa, o'sha she'rini qaytarib hammaga aytib beradi. Keyin bu qizni shu yillar davomida, hatto 1-sinfga qadam qo'yganda ham o'zidagi iste'dodi, o'zidagi ishonchi o'ta kuchli turganidan hech qachon mendan yordam so'ramagan. Ona sifatida bu qizni maktabdagi hayotiga hech qachon aralashmaganman. O'sha biz bu qizga tarbiyani o'sha bolalikdan 7 yoshgacha yo'naltirib bo'lganmiz deb o'ylayman. Chunki o'zi mustaqil hamma vazifalarini, hamma maktab ishlarini o'zi bajargan. Yillar davomida mana 5-sinf bo'ldi. Badiiy kitob o'qishga o'ta qiziqishi kuchli bo'ldi. Shu
uydagi yumushlarida menga yordam berib bilan shu kitob o'qirdida ona sifatida qizimda har bitta ona farzandini qiynalmasligini xohlaydida. Men ham shu farzandlarimni o'ta qiynalishini xohlamaganman. Xoh u ta'lim tomonidan bo'lsin, xoh u jismoniy tomondan bo'lsin, hech ham qiynalishini xohlamaganman. Bu men birinchi bu xabarni hamma qatori videoda ko'rdim. Bilasizmi? Buni ko'rganimda umuman hech yerga sig'may qoldim. Ey Alloh, o'zingga shukur deyman. Keyin mana shunda bildimki, onalar doimo farzandiga yaxshilikni tilasin. Chiroyli duolar qilsin, yaxshi niyatlar qilsin. Albatta niyat ijobat bo'lar ekan. Bejizga ota-onaning duosi ijobat bo'ladi deyiladi. Albatta, ayniqsa onalardiki birinchi o'rinda ijobat deyishi bejizga emas ekan. Ota-onani duosini olgan farzand albatta doimo muvaffaqiyatga erishib yurar ekan. Men buni qizimning misolida ko'rib amin bo'ldim va bugunda barcha ayol onalarga doimo farzandlarini duoda bo'lishini so'rayman. Albatta bilamizki, tarbiya oiladan. Biz farzandni oilada chiroyli qilib tarbiyalab, jamiyatga qo'shib qo'ysak, o'z-o'zidan hamma narsa bo'lib ketaverar ekan. Albatta tarbiyali bola hech qachon ota-onani ham, ustozni ham, jamiyatdagi odamlarni ham yuzini yerga qaratmas ekan. Birinchi o'rinda tarbiyani siz berayotganingizda albatta uning ichida farzandingizni o'qish uchun ham imkoniyatini yaratib qo'yasizda har tomonlama. Ma'naviy tomondan biz uyimizda bu qizga ko'proq birinchi o'rinda ma'naviy tomondan turtki bo'lgan. Men o'zim ona tili adabiyot o'qituvchiligim uchun ko'p darslarimda birga o'tirgan, adabiyot darslarimda she'r o'qiganlarimni ko'rgan, hikoyalar gapirib berayotganlarimni ko'rgan. Birinchi o'rinda shu narsani bu o'zimizdan olganda farzand tarbiyasida ota-onalar farzandiga albatta o'zidagi holatni tushuntirib bera olish kerakda, bir-birini tushunish kerak. Bir vaqtlar bitta ustozimizni farzandlariga havas qilganman-da, juda ham havas qilganman. Qanday bolaga tarbiya bergansiz? Men ham siz bolalaringizga o'xshagan farzand tarbiyalashni xohlayman deganimda shu ustoz aytganki, Irodaxon, hayotda hamma farzand kamchiligi bo'ladi, ayb ish qiladi, xatoga yo'l qo'yadi. Bolani balog'atga yetguncha so'kasiz, kerak bo'lsa urasiz. Bu tarbiyada bor, eng kerak joyida degan joyi bor. Lekin voyaga yetgandan keyin bilan albatta do'stona munosabatda bo'ling degan. Men xuddi shu narsani o'zimga mahkam qalbimga tugib qo'yganman. Uchala farzandim bilan ham do'stona munosabat, ularni qalbiga kira olaman-da. Nima muammosi bo'lsa aytib kelishadi. Albatta ularga birinchi o'rinda men uyda maslahat bera olganman. Ota-ona mana shu paytda bolasiga turtki bo'lsa, farzand hech qachon ko'chaga chiqib ketmaydi. Turli xil o'yinlarga, turli xil narsalarga o'zini urmaydi. Chunki u qalbidagi tuyg'usini uydan to'la to'kis olib bo'ladi-da. Farzand tarbiyasi bu juda muhim deb o'ylayman. Bilasizmi, shu olimpiadada meni eng katta muammoga yo'liqtirgan bir narsa bo'ldi. Bu ana shu bizga beriladigan vazifalar to'g'risida. Men Toshkentda milliy saralash bosqichida qatnashganimda o'qib tushunish, eshitib tushunish va taqdimot to'g'risida bo'lgan edi saralash. Shunda men o'qib tushunish va tinglab tushunishdan ko'proq ball olganman-da. Shuning uchun birinchilikka olib ketgan. Chunki ikkinchi o'rin olgan bolani og'zakisi juda ham baland edi-da. Shuning uchun demak meni plus tarafim, meni g'oliblikka yetaklaydigan tarafim o'qib tushunishim va tinglab tushunishim ekan deb eng katta urg'uyimni shunga qaratgan edim. Va milliy saralash bosqichida yozma bo'lmagan edi, shuning uchun umuman yozma vazifa qilmagan edim. Ne ko'z bilan ko'rayki, final bosqichida eshitib tushunish va o'qib tushunishdan hech qanday vazifa bo'lmadi-da, eng katta ballni, ya'ni 100 dan 40 ballni yozmaga berdi. Men tayyorgarlik ko'rgan jihatlardan olimpiadada vazifa bo'lmadi. Men tayyorgarlik ko'rmagan jihatdan olimpiadada eng katta ball berildi. Boshqa prezentatsiya, improvizatsiya 30 balldan baholangan bo'lsa, yozmaga 40 ball berdi. Shu narsani, shu informatsiyani biz imtihondan bir kun oldin, ya'ni olimpiadadan bir kun oldin oldik. Kechasi bilan tayyorgarlik ko'rib chiqdim yozmaga. Tarbiyachilarimiz kirib xonaga uxlanglar deb chiqib ketadi. Svetimni o'chiraman-da,
mayli uxlay qolaman dedim. Bitta xonada 5 kishi bo'lib yashadik. 4 ta dugonam uyquga ketdi. Keyin o'yladim, ha, bular zo'r tayyorgarlik ko'rib kelganda dedim. Yoki bir kun oldin ular dam olmoqchi dedim. Lekin men dam olishga haqqim yo'q, chunki men bu jihatga tayyorgarlik ko'rmaganman. Shuning uchun kechasi bilan tayyorgarlik ko'rib chiqdim. Ertasiga soat 9 da boshlanadigan olimpiada boshlandi. 90 minut vaqt berdi. Yozishimiz kerak bo'lgan. Olimpiada tugagandan keyin biz yana charchoqlarimizni chiqarish uchun bo'sh vaqt o'tkazishga har xil turli xil o'yinlar tashkil qilishdi. Lekin men ularga birortasiga qatnashmadim, to'yib uxladim. Lekin aytishadi-yu, 3 kun oldin yoki 1 kun oldin dam olish kerak deydi. Lekin agar men dam olgan bo'lganimda, balki ana shu yozma vazifani yaxshi bajarib chiqmagan bo'lardim, balki. Albatta, bu cho'qqilarga yetishish har doim ham oson kechmaydi. Uydagi sharoit ota-onangiz sizni qanday qo'llab-quvvatlagan? Ota-onam har doim qo'llab-quvvatlagan. Ko'proq kimga suyanasiz? Ota-onamga, ikkisiga ham. Albatta, har bir muvaffaqiyatsizligim bo'lsa ham dalda bergan mana shu ikki inson bo'ladi. Men yiqilib qolgan kunlarim bo'lgan, ya'ni umuman bo'ldi, bilim olish menga emas ekan degan kunlarim bo'lgan edi, chunki bu paytgacha ko'p tanlovlarga qatnashganman. G'oliblikni qo'lga kiritganman ham, mag'lubiyatga ko'p uchraganman ham. Shunda ota-onam menga eng katta daldalarni, eng katta motivatsiyalarni bergan. Aynan qanday masalan? Albatta, mag'lubiyat muvaffaqiyatlarga olib boradi. Albatta. Bir mag'lubiyatdan charchab kelib yig'laganingizda bari ota-onani qanday bir suyanchiqlarni eslaysiz? Har doim shu muvaffaqiyatsizlik bo'lganida uyga yig'lab kelardim. Chunki ham yoshim ham kichkina edi, ham bu yomon ta'sir qilardi menga. Shu yig'laganimda har doim dalda berardi. Bu safar bo'lmasa, keyingi safar nasib qilar balki. Dadamni bir gaplari bo'lardi, har doim aytadi buni. Sen hozir yig'lasang va bundan norozi bo'lsang, Alloh sendan xafa bo'ladi. Yig'lama, balki senga bundan kattalarini olib qo'ygandir. Sen qatnashgan tanlovda o'rin olgan, yutgan o'quvchilardan ham katta muvaffaqiyatlarni senga ko'zlab qo'ygandir. Agar sen hozir xafa bo'lsang, bundan norozi bo'lsang, Alloh senga bu olib qo'yganlarini boshqasiga beraveradi. Senga hech narsa bermasa, mana shunisi yomon-u deb har doim duo qilardi. Allohim shu qizimga eng chiroyli baxtni va eng chiroyli yutuqlarni bergan. O'ksitmagin, xafa qildirmagin deb. O'sha gaplaridan keyin demak o'sha muvaffaqiyatsizlikka uchrashingiz ham o'sha gaplar sizni yanada turg'izib harakat qilishga chorlaydi, to'g'rimi? To'g'ri. Hozir ijtimoiy tarmoqlarda turli xil nimalar o'quvchilarni o'ziga qaratib olyapti-da, hozirgi yoshlarimizda. Roliklar, videolar, turli xil nimalar. Bunga birinchi o'rinda ota-ona biz sababchimizda, bolani shu ijtimoiy tarmoqlarga mahkam qotib qolishiga biz ota-ona sababchimiz. Chunki farzandimiz uyda nima bilan mashg'ul bo'lyapti, birinchi o'rinda uni nazorat qilmaganmiz. Agar ota-ona farzandini o'sha har kungi faoliyatini nazorat qilib turganda, hozirgi yoshlarimiz u darajada tarmoqlarga ulanib qolmagan bo'lar edi. Hozir ham, hozirgi kunda ham mana shu faoliyatlarni, mana shu yutuqlarni ko'rayotgan ota-onalarda ozginagina havas bo'lsa ham, men ularga tavsiya qilardimki, farzandi bilan qalban gaplashsin. So'rasin, uni qalbidan nima istagi bor. Farzand bu beozor bir xilqatga u albatta javob beradi. Ichidagisini aytadi. Hozirgi yoshlar shunaqa mustaqil bo'lganki, hatto bizni ayblaydi, betimizga aytishi mumkin. Sizda shunaqa xatolik bo'lgani, men shuni bilish kerak-da, bolani qalbiga kirib so'rasin. Albatta bola aytadi. O'sha nimadir aytsa, nimadir o'zini fikrlasa, shunga qarab ota-ona astoydil bo'lish kerak-da, uni nimagadir yo'naltirish kerak. Kitob o'qishga qiziqadimi, hunarga qiziqadimi, yo boshqa narsagami, ota-onalar farzandi bilan albatta shug'ullanish kerak. Uni ichidagi tuyg'usini bilib, mana shu tuyg'uni amalga oshirishga harakat qilish kerak. Kechmas, bor-u, nimadan beshikdan qabrgacha ilm izla degan.
bu kimgadir beshik yoshida beradi iste'dodni, kimgadir o'rta yoshda, kimgadir qarli chog'ida. Bu degani bo'ldi men kech qoldim degani emas. Hozir ham kech emas. Farzandlarimizni to'g'ri yo'lga boshlash uchun, ularga to'g'ri yo'l ko'rsatish uchun ota-ona albatta mas'ul. Keyin ota-ona yo'nalishni berib qo'ygandan keyin o'zidagi mas'uliyatni his qilgandan keyin tashqaridan ayb istash kerak, tashqaridagilarga o'zini munosabatini bildirish kerak. Bugungi Rayonani holati shu butun jahon olimpiadasida g'olibni qo'lga kiritishi, bilasizmi, menga farzandlik kamolini ko'rsatdi. Farzandlik kamolini ko'rish, farzandni yutug'ini ko'rish har bitta ota-onaning orzusi. Mana bugungi kunda biz ota-onasi mana shundan faxrlandik. Ota-onaning farzandni kamolini ko'rishdagi baxt hammaga nasib qilsin ilohim. Hozirgi vaqtda qizlarni bilimga ega bo'lib mana shunday muvaffaqiyatga erishishda turli xil qarashlar bor. Kimdir qiz bolaga kerak emas. Kimdir qiz bolaga bu ham kerak-da degan fikrlarni aytadi. Haqiqatan ham qizdir, o'g'ildir, ilm olmoq bu fazli ulug'. Har bitta farzandga ilm olish bu kerak narsa. Qiz bolani yutuqlarga erishib, kelajakda o'zini topishida, jamiyat o'zini topishida avvalambor qiz bola ertadan keyin farzand tarbiyalaydi. Agar o'zida nimadir bo'lsa farzandga o'rgatadi. Agar o'zida bilim bo'lmasa, o'zida salohiyat bo'lmasa, o'zi kitob o'qimagan bo'lsa, u farzandiga ham bu yo'nalishlarda tarbiya bera olmaydi. O'zidagi borini farzandga berish uchun qizlarda ham jamiyatdagi o'rni bilim olishda juda ham katta deb o'ylayman. Olimpiada ko'p mehnat talab qiladi. Ko'p, masalan, o'rtoqlardan, tashqi muhitdan, har narsadan imkon qadar chegaralanishni majbur qiladi. Iloji yo'q, chunki cho'qqiga chiqish kerak, g'olib bo'lish kerak, mag'lubiyatsizlikka uchramaslik uchun ham dars qilish kerak bo'ladi. O'shanaqa paytda ota-ona sizni biror marta yig'ishtir, bo'ldi qil, o'zingga qara, ozgina sog'lig'ingga qara degan paytlari yoki sizni chegaralab qo'ygan paytlari bo'lganmi? Ko'p. Onam tarafdan ayniqsa. Nima uchun? Kitob o'qiyotganimda kitob o'qimadigan kunlari bo'lgan, chunki sog'ligimda muammolar paydo bo'lish boshlaganda ko'zing, zrening pasayib ketadi, ko'zingda muammo bo'ladi, ko'p o'qima degan paytlari bo'lgan edi-da. Kuniga qancha soat bag'ishlaysiz dars qilishga, olimpiadaga tayyorlashga? To'g'risi hisoblab ko'rmaganman. U qatnashayotgan tanlovimni o'ziga bog'liqda. Kitobxonlikka qatnashadigan bo'lsam, kunimning eng ko'proq qismini kitob o'qishga bag'ishlayman. Olimpiadaga qatnashgan bo'lsam, ko'proq qismini tilga bag'ishlayman. Kitobxonlikda faqat kitob o'qiysizda bitta yo'nalish bo'ladi, to'g'rimi? Lekin til 4 ta yo'nalish bor. O'qib tushunish, tinglab tushunish, yozish va gapirish. Ularni har bittasiga alohida tayyorgarlik ko'rib chiqish albatta juda katta vaqt talab qiladi. Va kunida menimcha ko'proq vaqtimni shu olimpiadadan oldin o'qib tushunish va yozib, o'qib va eshitib tushunishga qaratganman, bag'ishlaganman. Oxirida, ya'ni bir oycha yoki 1-2 hafta qolgan paytlarida gapirish qismiga tayyorgarlik ko'rishni boshladim. Ustozlarim tarafidan tekshirildi, baholandi, maslahatlar berildi, kamchiliklar to'g'rilandi. Rayonani kitob o'qishda shunaqa gaplar aytganmanki, ko'p kitob o'qimagin, biror kun kitob o'qima degan vaqtlarim bo'lgan. Lekin men bu muvaffaqiyatni eshitganimda shu qizimga aytgan gaplarim ham balki dilida qolgandir degan qandaydir menda nima desam bo'ladi? Hadiksirash bo'ldi-da. Qandaydir farzandimni bugungi yutug'ida meni mana shu so'zlarim ozgina bo'lsa ham noto'g'ri tomonga ketib qolmadimikin degan o'y bo'ldi. Lekin Allohga shukr, shunday quvonchli kunda farzandimni bu quvonchi hammamizga yana oldinga intilish, yana ham bu qizga ishonchni bildirib qo'ydi. Bu olimpiadaga kuzatguncha Toshkentga bir necha marta kelib yurdik dokument ishlari bilan. Keyin u yerda yutuqqa erishishdan oldin bir kun avval, e'lon bo'lishidan bir kun avval Rayona
o'zing taksida kelib olsang uyimizda o'zimiz kutib olamiz degandim. Lekin ertasi kungi xabarni eshitib, yo'q, biz boramiz, albatta aeroportga borib seni kutib olamiz, o'zimiz olib kelamiz. Shu kirib kelganida endi qo'yaverasiz, u narsani ta'riflab bo'lmaydi. O'shanda ham farzandimni qo'lida bayrog'imiz hilpirab turibdi. Shunaqa hayajonlandim. Allohim hammaga nasib qilsin bu baxt. Davlat tomonidan mukofotlarni oldik. Birinchi o'rinda bizga mukofot bu ma'naviy ozuqa bo'ldi. Juda ham xursand bo'ldik. Vazirimiz Hilola Umarova tomonidan suhbatlashganimizda shunaqa xursand bo'ldik. O'zini hadyalarni bergandan keyin qizim bilan dildan gaplashdim. Men ona sifatida shunaqa g'ururlandim, faxrlandim. Sen meni qizimsan, qachon yordam kerak bo'lsa eshigim ochiq, kel. Men senga o'zimni yordamimni beraman. Qaysi cho'qiga erishmoqchisan, qaysi yo'nalishdan ketmoqchisan, Rayona qizim, men tayyorman dedi. Shunaqa faxrlandim. Bundan oshiq ota-ona uchun mukofot bo'lmaydi. To'g'risi, o'zim dugona bo'lib yuradigan atrofimdagi qizlarning hammasi Xudoga shukr bilim sohasida. Kimdir nemis tili, kimdir ingliz tili, kimdir yoki boshqa fan. Shuning uchun biz uchrashmoqchi bo'lsak agar, uchrashuvlarimiz ko'pga cho'zilmaydi. Hammamiz yarim soatdan kelamizda, misol uchun bugun 10 da ko'rishmoqchi bo'lsak, 10:30da men darsim bo'ladi, yarim soat ular bilan o'tirib men ketib qolishim mumkin. Yoki men bilan birga 10:30da dars bor odam ketib qolishi mumkin. Shuning uchun biz har doim to'plansak, albatta birimizni o'qishimiz, birimizni ishimiz chiqib qoladi. Va shunda olimpiadadan oldin o'rtoqlarim ham meni yaxshi tushundi. Hech qanaqa uchrashuvlar qilmasdan, olimpiadadan yutib kelasan, shuni biz nishonlaymiz birgalikda deyishdi va xuddi shunday bo'ldi. Olimpiadadan keyin Andijonga borganimdan keyin nishonladik, o'zlari ham chiroyli kutib oldi. Olimpiadadan oldin ham menga o'sha O'zbekistondan Germaniyaga chiqib ketishimizdan bir kun oldin ham to'plandik. Ular dalda berdi, omadlar tiladi. Albatta do'stlarim ham o'rni juda ham katta, hayotimda ham, olimpiadada olgan yutug'imda ham. Ba'ziga bo'ladi-yu dugonalar, biri-biriga hasad qiladi. Lekin Xudoga shukr, men tanlagan dugonalar unaqa emas. Biz har doim bir-birimizga havas qilib keldik va bir-birimizni qo'llab keldik. Eng yaxshi ko'rgan kitobingiz qaysi kitob? Ko'proq qaysi kitoblarni yaxshi ko'rib o'qiysiz? Mana kitobxonlik yo'nalishi bo'yicha deyapsiz. Plus aynan nemis tilini o'rganish, o'sha xalqni xulq-atvorini o'zingizda jamlaganmisiz? Ularning xulq-atvori, ularning madaniyati bilan tanishasiz, yashash prinsiplari bilan tanishasiz. Bu sizning hayotingizga kirib kelganmi? Nemis tili madaniyatini ayrim bir yaxshi taraflarini oldim, yomon taraflaridan qochdim. Chunki menda har doim bitta hayot strategiyami bu bilmadim. Yurtimizda aynan mana shu men yoshimdagilar ayniqsa chet el madaniyati va chet el kiyinish madaniyatlariga ham o'tib ketishyapti. Hattoki suhbatlar davomida ham yo ruscha yo inglizcha aralashtirib gapirishadi. Shunda men o'zimga aytganman, men hech qachon bunaqa bo'lmayman. Qaysidir bir yulduzga, chet el yulduzlariga qarab, ularga nima desam bo'ladi? Ularga qarab intilmayman. Ularni kiyinishiga o'xshab kiyinmayman. Ularni madaniyatiga o'xshab madaniyatni o'zimga kasb qilmayman deganman. Chunki biz ham buni amalda qilamizda, yana oxirida aytib qo'yamiz. O'zbekiston nimaga rivojlangan davlatlar qatoriga kirmayapti deb. Qachongacha? Agar biz yoshlar shu yoshdan ularni madaniyati bilan yashasak, biz ham kelajakda qanday qilib O'zbekistonni tanita olamiz? O'zbekistonni rivojlangan davlatlar qatoriga kirita olamiz. Qachonki biz o'zimizni madaniyatimizni, o'zimizni milliyligimizni, dinimizni, tilimizni qadrlasak, o'zimizni madaniyatda qolsak, biz ham kelajakda ular ko'zlagan maqsadi, ya'ni o'zlarini madaniyatini boshqa davlat o'zlashtirganda, biz ham kelajakda o'zbek madaniyatini chet eldagi fuqarolar o'zlashtirishga muvaffaq bo'lamiz. Ya'ni biz ularga qarab emas, ular bizga qarab intilishiga erishamiz. Qachonki biz ularga qarab harakat qilmasdan, o'zimiz ustimizda ishlab,
o'zimizni o'zbeklarga qarab harakat qilsakda. Demak, judayam siz o'zimizni yurtimizni madaniyatini, milliy qadriyatlarini judayam yaxshi ko'rar ekansiz. Aynan nechta tilda bilasiz va imkon qadar mana aytdingiz, gapirayotganimda imkon qadar boshqa tilda qo'shmayman, o'zimni tilimda gapirishga harakat qilaman dedingiz. Demak, o'zingizni millatingizni, o'zingizni tilingizni yaxshi ko'rganingizdan shu xulosaga kelasiz va to'g'rimi? Albatta. Nechta tilda bilasiz? Maktabda o'zi o'rgatiladi rus tili va nemis tili. Ingliz tilini ham bog'chada yoki undan keyin boshqa sinfga o'tganman dedim-u, shunda o'qiganman, lekin kurs qilmaganman. Asosiy fan sifatida o'rganmaganman. Lekin shu Germaniyaga 2 marta borishimda bildimki, ingliz tili dunyo tili ekan. Va shuning uchun ingliz tilini boshladim. Yaxshi ko'rgan kitoblaringiz haqida gapiring. Yaxshi ko'rgan kitoblarim juda ham ko'p. Ularni hozir tahlil qila olmayapman qaysi birini aytaykin deb. Endi bilganingizcha saningchi kimlargadir motivatsiya bo'lib qolar o'sha kitoblar. Sizni hayotingizni o'zgartirib, sizni bir cho'qqilarga olib borayotgan bir ayol kishini o'qib, nima deydi? Ko'pchilik hozir unaqa qaramaydi. Ayol kishi o'qib qayerga boradi, nima bo'ladi, kim bo'ladi degan. Lekin sizga ayol kishi bo'lishingizga qaramay, sizga kuch beradigan, sizni o'sha cho'qqiga olib chiqib aniqladigan qaysi kitoblar yoki qaysi voqealar yoki qaysi shaxslar? Albatta, o'zimizni dinimizga, ya'ni islom diniga muhabbatimni juda katta oshirib bergan kitob bor. Bu Saodat asri qissalari. Bu kitobni o'qib 4 tomli kitob edi. Men Ahmad o'qigan. Lutfiy Qozonchi. Albatta, Ahmad Lutfiy Qozonchi tomonidan yozilgan. Va bu kitobni o'qib payg'ambarimizni tarixi, u kishini qiyinchiliklari, ya'ni islom dinini yoyishdagi bo'lgan qiyinchiliklarni ko'rib, to'g'risi juda ham ta'sirlanganman va eng tez tugatgan kitobim ham shu bo'lgan. Juda yaxshi tarbiyalaganman. Keyin bundan tashqari o'zimiz o'zbek adabiyoti, jahon adabiyotini ham o'qib kelaman. Men birinchi o'qigan kitobim u paytda 11 yosh edim yoki 12. Abdulla Qahhorning O'tmishdan ertaklarini o'qiganman. Ya'ni avtobiografik asar. Bundan keyinlar O'tkir Hoshimovning Dunyoning ishlarini o'qiganman. Bu kitoblar meni adabiyotga olib kirgan kitoblar. Juda sevaman. Ana shularni yoshligini ko'rib, o'zimda ham adabiyotga qiziqish va kelajakda shoira bo'lish niyatim bo'lgan edi. Va she'riyatga meni olib kirgan o'zimiz andijonlik Muhammad Yusuf ijodi bo'ladi. She'riyatga birinchi qiziqqanman, keyin badiiy asar o'qishni boshlaganman, ya'ni nasriy asarlar o'qishni boshlaganman. Jahon adabiyotidan Lev Tolstoy yoki Jules Verne asarlarini sevib o'qiyman. Dengizdan qo'rquvim bo'lgani uchun Jules Verne asarlarini o'qishga ba'zida qo'rqaman. Unda tasvirlangan vaziyatlarni tasavvur qilib qo'rqib ketaman. Va mana shu kitobni o'qib menda dengizga bo'lgan qo'rquv paydo bo'lgan. Chunki uni ichida dengiz bilan bog'liq ko'pgina xatarlar, kemalarning xatarlikka uchraganlari bo'lgan. Va bundan tashqari meni eng sevib o'qiydigan adabiyotimning muallifi bor, Chingiz Aytmatov. Juda ham chiroyli tasvirlar bilan, juda ham chiroyli rangli bo'yoqlar bilan foydalanadi asarlarida. Va bular ham meni adabiyotdagi sevgimni davomiy bo'lishiga turtki bo'ldi. Rayona qiz uydagi bizni hayotimiz, bilsangiz, adabiyot bilan, san'at bilan bog'liqligi uchun haligi chetdan qaragan odamga qiziqarli-da, o'ylab qarasangiz. Albatta uyimizda shunga yo'nalishlar, har bitta yo'nalishlarda uyimizdagi hayotimizda seziladi. Ayniqsa dadasini kitob olib o'qib, farzandlaridan o'sha kitobning ma'nosini so'rash ham o'zgachada. Bu bilmadim, hamma oilada bordir, lekin biz oilada ham shunaqa kitob o'qib, ma'nosini farzandlaridan so'raydi. Keyin bu mana nimamiz davomida, faoliyatimiz davomida mana men o'qituvchi bo'libgina qolmasdan o'sha Andijon shahar 4-maktabda o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari lavozimida ishlab kelaman. Ishimni juda ham yaxshi ko'raman. O'qituvchilarga bo'lgan munosabatim, o'sha maktabimizdagi 3600 ta bolaga bo'lgan munosabatim juda ham yaxshi ko'raman ularni.
judayam mazza qilib ishlayman, lekin baribir bu faoliyat o'ta mas'uliyatligidan uyimizda ham davom etadi-da. Mana shu jarayonlarimni qizim ko'rgani uchun farzand sifatida rahmi keladimi, men ehtiyot qilgisi keladimi? Mana aytdim-ku, ota-ona farzandiga birinchi mehrni berib qo'ysin, o'zini nimasini, qalbini o'qishni bilsin, bola ham o'qir ekanda. Mana biz o'sha bolani qalbidagini bilib, ularni dilidagini his qilib, ularga o'sha imkoniyat yaratib berganimiz uchun farzandlarimiz ham xuddi shuni bizga qaytaryapti-da. Rayona o'ta menga nima qilgandan, onajon o'zingizni qiynamang degani uchun mendan iltimos qilgan. Ona shu ishda ishlamang. Men sizni ona tili adabiyot o'qituvchi sifatida ko'rgim keladi degan va shu nimasi davomida doim biz ona farzand sifatida bir-birimizga nimadir yutuqqa erishish borasida bir-birimizga va'dalashamiz. Bu ham bitta va'damiz bo'lgan. Xudo xolasa qizim, siz kelganingizdan keyin albatta men ona tili adabiyot o'qituvchisi bo'laman deganman. Endi albatta farzandim oldidagi va'damni bajarmasam, bu ona sifatida to'g'ri kelmaydi. Xudo xolasa shu niyatdaman. Men sentyabrni ona tili adabiyot o'qituvchisi sifatida boshlamoqchiman. Tasavvur bu har bir insonga kerak. Agar ayniqsa til o'rganishda, chunki misol uchun bitta mavzu beryapti-da, nemis tilini bilasiz, zo'r gapira olasiz, lekin sizda fikr bo'lmasa, o'zbekcha fikr bo'lmasa, o'zbekcha tasavvur bo'lmasa, C2 darajali nemis tili bilimingiz bo'lsa ham gapira olmaysiz. Shuning uchun hammaga tavsiya qilardim, qaysidir bir yo'nalishni tanlagan bo'lsa ham, avvalo tasavvur uchun, dunyoqarash uchun kitob bilan boshlashini, kitob o'qishini, albatta har bir muammolarni kaliti kitob. Eng sevib o'qigan kitoblarimdan yana biri Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufni Iymon nomli kitobi bo'ldi. Bu kitobni dadam sovg'a qilgan. Rayonaga hozirgi kungacha ikkita institut o'zini taklifini berdi. 100% grant bo'yicha. Bu juda ham katta natija. Endi Rayonaxon hozir endi 11-sinf bo'ladi-da. 1 yil imkoniyatimiz bor. Germaniyani o'qishlariga ham C1 darajani xudo xolasa nimaga belgilab turibdi, kuz oyiga. C1 darajani olsa, Germaniyani ham xohlagan o'qishda imkoniyat bo'lar ekan. Endi buni biz mana shunday muvaffaqiyatga erishgan qizni ixtiyorni o'ziga qo'yamiz albatta. Qayerda o'qigisi kelsa, shu yerda tanlab o'qiydi xudo xolasa. Mana hozirgi kunda butun tarmoqlarda, ijtimoiy tarmoqlarda, televideniyada yoshlarimiz muvaffaqiyatga erishayotganini kunda ko'rsatadi. Xoh u sport bo'yicha bo'lsin, xoh muzika yo'nalishi bo'yicha bo'lsin, xoh fan bo'yicha bo'lsin, har xil yutuqlarni biz televizor orqali, tarmoqlar orqali ko'ryapmiz. Biz ham mana shu yutuqlar qatoriga kirib qolganimizdan bugun juda ham xursandmiz. Men tilardimki, onalarimiz farzandlarini ta'limi uchun imkoniyatni ma'naviy, moddiy tomondan yetkazib bersa, albatta niyatga yetadi. Hozir bizni ko'rib turgan yoshlarimiz esa o'sha ijtimoiy tarmoqdan uzilsin. Hayot borligini, kelajak borligini his qilsin. Yoshlarimiz bundan keyin kitobga muhabbatini uyg'otsin, o'zlarini ustida ishlasin, ertadan keyin muvaffaqiyatni olib, birinchi qadamni tashlagandan keyin o'z-o'zidan hayot ular tarbiyalab qo'yadi-da, hayot ularga o'zini yo'lini ko'rsatib qo'yadi. Buning uchun albatta yoshlar hammanglardan iltimos, o'zinglar birinchi qadam tashlab beringlar. Kelajakda o'zi mana o'sha videodagi nemis fanlari doktori, o'zimiz ham jurimiz bo'lgan ayoldan o'qib eshittirilgan, ya'ni Rayona kelajakda Germaniya universitetlarida o'qib, germanistika sohasida yaxshi ta'lim olib, tarjimon bo'lmoqchi degan. Tarjimon o'zbek tilida faqat bitta so'z bilan ta'riflanadi-da, tarjimon. Nemis tilida bor dolmetscherin, übersetzerin. Dolmetscherin bu suhbat davomidagi tarjimonlik, übersetzerin kitoblarni, jurnallarni tarjima qiladigan tarjimon. Va men aynan mana shu tarjimonlik yo'nalishida ketmoqchiman.
kitoblarni tarjima qilmoqchiman. Nima uchun bu kasbni o'zimga kelajakdagi kasb sifatida tanladim? Chunki shu orqali men ham o'zimni nemis tili bilimlarimni va bunga qo'shimcha tarzda adabiyotga bo'lgan qiziqishimni uyg'unlashtira olaman. Shuning uchun aynan mana shu kasbni tanladim va kelajakda o'zbek tilidagi kitoblarni nemis tiliga, nemis tilidagi kitoblarni o'zbek tiliga tarjima qilish niyatim bor va shu qatori shayx hazratlarimiz Muhammad Sodiq Muhammad Yusufni kitoblarini ham kelajakda nemis tiliga tarjima qilish niyatim bor. O'zimga o'xshagan va mendan kichkina bo'lgan singillarim, ukalarim hammalariga bir tilak bildiraman. Avvalo kitob bilan boshlanishini, har bir muvaffaqiyatning birinchi qadami borib kitobga taqaladi. Bir kunini aytaylik boshlanishiga 20 minutdan, keyin 30 minutdan va boring yana 1 soat, undan keyin 2 soat qilib shu jarayonda o'zlarini muhabbatini berishini kitoblarga va ularni o'qib dunyoqarashlarini kengaytirishini va o'zimizni tilimizni, dinimizni, millatimizni, qadriyatlarimizni doimo saqlab qolishini, bir tilni o'rganganda u til bilan yashamasdan o'zbek tilini unutmasligini va mana shu o'zlarini maqsadlari yo'lida ham o'zbek tilini, ham boshqa tilni yoki boshqa sohani, ham o'zbek millatini va boshqa tilni o'rganayotgan bo'lsa, ana shu tilni, millatini teng olib ketishini, ya'ni u tilni o'rganib o'zimizni tilni esdan chiqarmasliklarini tilab qolaman. Chunki barchamiz o'zbek bo'lib tug'ildik, o'zbek bo'lib yashayapmiz. Shu O'zbekistonda osmoni musaffo, yurti tinch bo'lgan O'zbekistonda yashayapmiz. Biz endi keyingi qadamlarimizni boshqa tilga bag'ishlab, boshqa tilni egallab, uni madaniyatiga o'tib ketsak, biz yurtimizga xoinlik qilib qo'ygan bo'lamizda. Shuning uchun har doim men tavsiya qilaman, umuman kechmas. Kelajak uchun qadam qo'yish va kitob o'qishni boshlash hech qachon kech bo'lmaydi. Rayona 16 yoshda hozir, men lekin 20 yoshdaman. 16 yosh emasman, demak kitob o'qimasligim kerak ekanda, boshlamayman ekanda emas. 20 yosh ham hozirgi yosh. Kitob bilan bog'lasak, 16 yosh ham xuddi shu yosh, 10 yosh ham xuddi shu yosh. Boshlash uchun, birinchi qadam tashlash uchun hech qachon yosh ahamiyatga ega emas. 16 yoshda ham birinchi qadam tashlansa bo'ladi, 61 yoshda ham birinchi qadam tashlansa bo'ladi. Lekin qancha erta bo'lsa shuncha yaxshi. Wissen wählt kein Alter. Sie können immer beginnen, Wissen zu schaffen. Wissen ist für alle wichtig, für die Zukunft, auch für die heute, für die Vergangenheit auch. Liebe Leute, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, bitte lieben Sie Ihre Religion und Ihr Land. Молодец, mashallah, rahmat sizga. Juda ham chiroyli bo'ldi.